Biz yo'lga chiqdik mana. Ertalab soat 7:00. Mahallamiz ko'rinishi hali quyosh chiqqani yo'q, tong otgani yo'q, sekin ochish arafasida. Gullarimizga suv quyib, ishlarimiz qilib yo'lga otlandik. Salom, assalomu alaykum hammaga. Demak, bu tomosha qilayotgan videolaringizda bizni Texasga bo'lgan birinchi road tripimiz, ya'ni mashinada sayohat bizni tomosha qilasizlar va hayotimizdagi birinchi haqiqiy kamping. Ingliz tilida aytganda kamping, o'zbeklar ingliz tilini yaxshi tushunmaganlar uchun tushuntirib aytilganda palatkada tunab qolish. Oldin ham bir marta kamping qilganmiz, lekin u haqiqiy palatkani ichida bo'lmagan. Videosini joylaganman. U Pensilvaniya shtatida kamping qilgandik. Mahliyo opamlar bilan birga borgandik. Ikkita oila bo'lib, bu safar haqiqiy palatkani ichida tent deyiladi ingliz tilida. Tentni ichida kamp qilib uxlab qolamiz bir kecha. Demak, bizda hozir 2 soatlik yo'l qoldi. 3 soatini bosib o'tdik. Ya'ni uyimizdan manzilimizgacha jami 5 soatlik yo'l. Shtat katta shtat parki, Texasni nomi Caprock Canyon State Park deyiladi. Caprock Canyon, ya'ni kanyonlar. Amerikada katta qizil kanyonlarni bilasizlar. Bu Texasniki o'sha qizil rangli tog', tuproq qizil rangda. Shu kanyonlardan biriga boryapmiz. Mashhur hiking qilish uchun, velosiped tog'da uchadigan velosiped haydash uchun, shunaqa sport turi uchun, ot haydash uchun va kamping qilish uchun juda ham zo'r joy va bizonlarni shaharchasi desam ham bo'ladi. Bizonlarni yurti ekan u. Bizon o'zbek tilidagi ham nomi bizonmidi? Yaxshilab izlab ko'raman. Yozib qoldirman yoki yaxshilab aytaman. Xullas, juda ham xursandmiz, hayajondamiz. Oldinda bizni qanday tun kutayotganini, qanday experience kutayotganini bilmaymiz. Xudo xohlasa yaxshi niyatdamiz. 2 kun oldin sotib oldik tentimizni, palatkamiz yo'q edi. Endi ko'ramiz qanaqa bo'lar ekan. Palatkaga 4 kishi sig'adi, ko'rsataman. Olgan narsalarimizni ko'rsataman. Xullas, ko'rib turganlaringizdek ko'rpa to'shaklar, adyollar orqada, mashinamiz to'la. Bir kunga borayotgan bo'lsak ham, baribir kechqurun yotib qolganimiz hisobiga va atrofda restoran, kafelar yo'qligi hisobiga, masalan, endi kampingda va o'zingiz ovqat tayyorlab, bunday olovlar yoqib pishirib yeysiz. Shuning uchun ovqatlar, suvlar, hamma narsani o'zimiz olib oldik. Tunab qoladigan o'sha palatka qo'yadigan joyni ijaraga olasiz. Oldinroq 1 oy oldin olsangiz, masalan, xohlagan qismingizdan olishingiz mumkin. Ya'ni tanlov ko'p bo'ladi. Biz 1 hafta oldin bu qarorga keldik. Palatka olib tunab qolishga. Shuning uchun ko'proq tanlov qolmagandi bizga, lekin rosa ham yaxshisi tushdi. O'zi bitta joyga qolgan ekan. Bitta yaxshi o'sha camping areani nomlari bo'ladi. Saytiga kirib ko'rasiz, shtat parkini. Online demak ijaraga oldik. Narxi $14, bir kechaga $14. Parkka kirish odam boshiga $5dan 12 yoshgacha bo'lgan bolalarga tekin. Shunda Umidjonga tekin va turmush o'rtog'im ikkalamizga $5, $10 parkka kirish. Jami kamping to'shaydigan, palatka to'shaydigan joy bilan birgalikda $24 ga bir kecha tunab qolamiz. Endi ko'ramiz. U yerda keyin yulduzlarni tomosha qilish juda ham chiroyli bo'ladi kechasi degan, yulduzlar yaqin ko'rinadi degan. Mana shu tajribani olish uchun ham tashqarida uxlab qolasiz baribir, u juda ham boshqacha. Borganda joylarni ko'rsataman va bu yana bir marta aytaman, bu bizni Texasda bo'lgan eng uzoq va umuman mashinada sayohat qiladigan birinchi sayohatimiz. Hozircha vatanimiz bo'lgan, yashayotgan vatanimiz bo'lgan Texasda. Hozir gas stationga to'xtaganmiz, gaz olishga. Ko'rsatay atrofni. Mana atrof mana shunday ko'rinishda. Aytganimdek, mana bizda 2 soat vaqt qoldi. Havo zo'r. Kechasi lekin bilmayman qanaqa sovuqlikda bo'ladi. Qalin ko'rpalardan olib oldim. O'zi shu kamping qilayotganlarni maxsus uxlaydigan ko'rpalari bo'ladi, lekin bizda hali unaqalar yo'q. Ko'ramiz qani. Birinchi o'zimiz uydagi ko'rpalardan olib naq qilaylik. Agar bizga kamping yoqsa, qulay bo'lsa, keyinchalik maxsus o'sha palatkada uxlab turab qoladiganlarni maxsus ko'rpachalardan olib olishga harakat qilamiz.
Videoni oxirigacha tomosha qiling, qiziq bo'ladigan umiddaman. Shaxsan o'zimizga ham juda ham qiziq. Yo'lda zavtrak qilib olamiz, zavtrakchilarimiz olamiz. Thank you. This is mine. Thank you. Shamol tegirmonlari. Biz Texasni Turkey degan shahariga kirib qoldik. Shu manzilimizdan 15 minutcha nariroqda o'rtada bitta shunaqa tashlandiqroq, kichkinaroq shaharcha bor ekan, xullas. Mana chiqdik, juda ham kichkina shaharcha ekan. Bizga o'tin kerak. Ko'mir olganmiz, lekin yo'ldan gas stationga to'xtab o'tin olmoqchi edik, yo'q ekan. Borloq, qishloq safxozi. Ozgina vaqt qoldi manzilimizga yetib olishga va men bu yerda kichkinagina magazinchaga to'xtadik. Qarangizlar. Muz, bir gaz ballonchalar, ana kichkina. Va mana bu tarafda o'tin sotilar ekan. Biz o'tin bilan muzdan oldik. Mana parkka kirish, bu yer visitor center, ya'ni tashrif buyuruvchilar sentri, markazi. Hozir biletlarimiz ko'rsatib, keyin kirishni boshlaymiz. Amerikani va Texasni bayrog'i hilpirab turibdi. O'rtoqlar, biz asosiy manzilimizga yetib keldik va orqamda mana bizonni haykalchalari. Juda ham havo zo'r. Dadasi, kechasi bilan shunaqa shamol bo'lsa, qanavda palatkachamizni qanday uxlaymiz? Markazga kirib, biletimizni ko'rsatib, onlayn ma'lumotlarni olib, qonun qoidalarni o'rganib boshlaymiz. Ana mana shunday kenglik atrof. You're headed back here to number 60, okay? This is where you came through the gate behind us. So you're going to leave out of the parking lot out here. You're just going to pull across and go to your right. Okay. Cross over the lake, make another right, and go all the way to Little Red, okay? Now there is no water at Little Red Tent Cafe area. You do have Mana visitor centerdan chiqdik. Qo'limizga xaritani oldik. Mana biz boradigan joy. Biz hozir mana bu yerdamiz. Mana visitor center kirdik parkka. Parkning kattaligi mana xaritasi, hamma ma'lumotlar berilgan va biz mana 60-chi camping area, ya'ni o'sha palatkada uxlash areasini olganmiz. Qarangizlar, belgilar mana oti. Bu yerda hojatxona, bu yerda parking, mashinalarni saqlashga, keyin piyoda bu tarafga o'tamiz. Hozir mana shu xarita qog'ozdagi ko'rinishni sizlarga hayotda ko'rsataman qanaqaligini. Qarangizlar, bu yerda mana bu yerda ot bilan yurma deyapti. Ot bilan yuradigan maxsus joylari bor, showerlari bor, mana hammomlari cho'milib yuvinib olishga. Imkoniyati cheklanganlar uchun anaqalar belgilar maxsus ko'ryapsizlarmi? Xullas, ajoyib. Hiking qilish uchun maxsus traillar, qaysi tarafdan kirish kerak, qayerga borish kerak. 50 bizonlardan 20 metr, 50 yard 20 metrcha bo'ladi, 20 metr nariroqda yur deyapti. Chunki quvib ketar ekanda, mana bu yovoyida. Shunaqa. Boshladik endi. Mana esa bizni birinchi ko'rgan bizonlarimiz. Qarangizlar, yotibdi. Haykalmi deb o'ylabman. Tepadagi bizon yo'q. Boshqa mumkin. Qizil tog'lar, ana kanyonlar. Boshladik xullas. Bizonlar parkiga xush kelibmiz. Qip-qizil. Texas sure is the Wild West. Oh yeah. Wild West. Kaktuslar, yumron qoziqlar, bizonlar va har xil qushlar. Makoni. Mana qarangizlar, boshlandi. Palatkalar qurib o'tirishdi bu yerda. Wait, I did not get to see my Bulan bo'limi boshqada, bizda boshqa I did bo'lim. not get to see the tent yet. Our tent. Hozir ochganimizda ko'rasan-da. Navy Hali yangi oldik-ku bolam. No, I did not. You saw it. No, not inflated. We saw in the picture only. Mana bizni camping areani
o'rmonlik va suv o'tadigan joy bor ekan. Neighbors. Soy bor ekan. 10 neighbors, right? If there is someone, of course. Yeah. Ko'plar olib qo'yar ekanda, lekin kelmasganda If band there qilib qo'yar is, ekan. then Kolbasa. Bu yerdan kirib keldik, keyin ko'rsataman. Qarangizlar mana. Biz ijaraga olgan joy mana shu yer. Bu yerga shu naqachamizni, palatkamizni qursak bo'ladi. Olov yoqishga joy. Yaxshi, ustida temiri ham bor ekan. Bu yerda mana shashlik qilishga sharoit, barbekyu pishirishga mana kattagina va mana bu yerda bunaqa piknik zona, soya qilingan, o'tirishga skameyka. Kechqurun mana shunda uxlaymiz. Kaktuslarni qarangizlar. Katta kirishda ham bor ekan. Qo'limda narsa bor, videoga ola olmadim. Qarangizlar kaktus. Ana mevasi kaktus magazinda sotadi, olib yeb ko'rganmiz. Aytayapman xo'jayimga, yana yeb ko'ramiz, olib deyapman-da. Qarangizlar, shunda sotadi yeyishga. Katta, yomon katta kaktuslar. Va endi manzarani tomosha qilamiz sizlar bilan. Bu yerdan kechqurun hali ko'rsataman yana. Mana. Chiroyli manzara. Qushlarning bir-biri ovoz chiqaryapman. Bu yerda mana manzara. Wow. Qassob. Kamera yetkazib bera olmayapti haqiqiy ranglarini. Hech qachon kameralar qancha tiniq telefon, tiniq anaqa kamera bo'lsa ham haqiqiy atmosferani baribir yetkazib bera olmaydi. Biz hozir yengilgina obed qilib olamiz. Dadamiz yoqdan narsalarni olib kelgan ketdi. Pastga tushsa bo'lar ekan, soy, suv bor ekan. Mana bu yerda sheriklarimiz ham bor ekan, qarangizlar. Qanaqalarni palatkalarni qurib o'tiribdi. Dadamiz qilyapti. Hammani o'zini shunaqa alohida yo'lchasi bor ekan. Bu yerga ismlar yozib ketishgan. What did you bring? Bizning tushligimiz ikra, salsa, kabasa, bodring. Bu yerda snacklar har xil va manzara. Narsalarimiz, mayda chuchtalarimiz hammasini mana bunaqa idishga solib keldik. Chunki kechasi rakunlar, har xil hayvonlar kelib to'kib olib tashar ekan. Agar paketlarda tursa, shuning uchun hamma bunaqa yeydigan narsalarni, taqir-tuqir idishlarni bunaqaga solib keldik. Qarangizlar, mana parking lot, mashinalarni saqlaydigan joy. Va bu yerda mana belgilangan R bilan nomerlar 58, yo'lakcha 59, yo'lakcha va 60. Biz 60 tamiz. Kirish yo'lakchasi mana yerda tomi ko'rinib turibdi, piknik zonani. Va kirishdan уже kaktuslar boshlanadi. Ko'rdingizmi manzara? Biz ovqatlanib olib, endi ozgina hiking qilgan ketyapmiz. Yurib kelaylik, atrofni o'rganib, sal kun botguncha qaytamizda, keyin palatkachamizni qurishni boshlaymiz. Bu yerda ham odamlar bor ekan, yaxshi, oldimizda ham odam bor ekan. We are safe. Mana manzara va hojatxona. Ayollarga, erkaklarga alohida. Yerda mana kimdir turibdi. Narsalarni tashlab hiking qilishga chiqib ketishgan. Bitta yo'lakchalar yana bitta hiking zonaga. Biz hikingimizni boshladik. Mana boladan bilsalaringiz bo'ladi. Kaktuslardan qo'rqyapti. Bugun sal qisqaroq bo'lgan hiking qilmoqchimiz. 1 soatlik hiking qilmoqchimiz. Qadamda kaktuslar. Umidjon shortik kiyib olganik oyog'iga mamla tegyapti-da, qo'rqib. G'ash kelyapti. Ertaga uzunroq ishton kiygizib bor. Ha? Okay. O'xti. Allohning yaratgan go'zalligini, tabiatini qaranglar-da. Qip-qizil, qumli, tuproqli joylarda yurib ketyapmiz va ikki tarafimiz to'la kaktus, qarangizlar, mana kaktus. Mana kaktus. Boya to'q fioletoviroq mevasini ko'rdik. Endi bu yerda ochiq qizil chiroyli mevasi bor ekan, qarangizlar. Qarangizlar. Yo'lda bor-ku,
Katta oyoq izlari bor, u bizonlarniki. Keyin mana material mana buni. Mana buni. Ajoyib, bu yog'i yaltiroqda, qizilda mana bu yerda. U kuni Koloradoni, avgust oyida Kolorado shtatini yam-yashil, salqingina baland tog'larda yurgandik. Bugun mana Texasni qip-qizil baland tog'lardamiz, Xudoga shukr. Tabiatni ko'rish kerak, chiqish kerak dunyoni imkon qadar. Masalan, mana shu sayohatimiz judayam arzon narxda. Sizga katta pul kerak emas. Mehmonxonada turishingiz shart emas. Bunaqa go'zallikni ko'rish uchun shunchaki qiziqishingiz bo'lishi kerak, xolos. Vaqt ayab, dushanba kuni bizda bayram, Columbus Day. Kecha juma kuni ham Umidjonga maktab yo'q edi. Shu bahonasida mana sariqrog'imi? Bu endi rangi o'chirib ketganmi yoki? Sariq ekan ana. Kaktus mevasini. What? The yellow one. Kaktuslarga qaraysiz, ikkita yo'l chek to'lli mana. Zo'ra. Chanam kelyapti. Hammamiz bunaqa kiyib oldik. Dadamizda o'zi bor edi. Iyunda Amerikada otalar kuni edi. Men O'zbekistonda turgan vaqtim bitta uzun bog'iga kiyadigan etik bilan shunaqa boshga kiyadigan quyosh urmaydigan mana bo'yinlarni ham turadigan shapka sovg'a qilgandim. Mana orqasi ham bor, yengilgina. Olib tashlasa ham bo'ladi buni. Kecha Umidjonga ham oldim shunaqa. Buni ham olib tashlasa bo'ladi. Mana men o'zim ham oldim. Tas ko'rs. Mana kaktus mevasi. Postini archib. Is this Shirin, menga bering. Oh, Yeah, it's safe. Can I? And tell us how you. Bir marta, ikki marta. Rang bo'ldimi? Ko'rsinglar. Rangini ana. Lavlagini rangiga o'xshash, qaranglar. Are you bleeding? Achchiqroq ham, ozroq. Shirin, lekin qanaqa sal g'alati shirin. Qaranglar, och qolib ketmaydi odam. Yoningizda даже suvi ham rosa suvli mana o'zi ko'rinib turibdi. Ha? Shu ichib yeb ketaverasizlar. Bunaqani Xudoning yaratgan ne'matida bu ham. Qanaqadir dorilar, bir nimalar tayyorlansa kerak, shulardan ham. Tikoni kirdi dadasi qo'limga mayda. What happened? Qaranglar, ko'rinishini. Bu yerda qulay oyoq kiyim juda ham muhim. Maxsus hiking shoes olish kerak. Meniki ham yo'lda kelyapti, olingan. Mana xo'jayinim tug'ilgan kuniga sovg'a qildim. Zo'ridan. Bizda hali haqiqiy emas. Haqiqiy hiking shoes bo'lsa, tishlari bo'ladi, qattiqqina ichi yumshoq bo'ladi, qulay bo'ladi. Qaranglar, mana bu yerda nima bo'pti? Probka bo'pti, mashina to'xtab turdi desak. I can see. Bayzunchalar. Hamma kutib turibdilar o'tib ketishini. Tomosha ham qilayotgandir, lekin uncha tursa. Shu ayting. Qo'rqayotganda menimcha. Kichkina-ku. Mana shuncha kichkinagina-ku. Safda turyapti. Ana mashina tomosha qilyapti menimcha. Shu desangizlar, biz bugun kechqurun qolamiz. Hozir mana soatimiz 4:30 bo'ldi. Hiking qilib chiqdik 1 soatcha. 5 kilometr yurdik-a-biz. 5 kilometrcha yurib ozgina hiking qildik va yo'lda uzoq yo'lda 5 soat yurib charchabmiz. Ko'p yurib o'tirmadik. Yo'lda bizonlarni ko'rdik. Va tuxumimiz uyda qolib ketgan. Esimizga tushib ketdi. Ertalab chunki bu yerda uxlaymiz kechqurun. Ertalab zavtrakka tuxum qovurmoqchi bo'lib, tovalarni, tuxumlarni taxlab qo'ydik, hozirda qolib ketibdi. Shunga hozir 15 minut narida, parkdan chiqqandan keyin 15 minut narida magazin bor. Shunga borib tuxum topib keldik. Endi yana parkning ichiga qaytdik. Va bitta mana bu yerda nuqta bor ekan, bu yerim amfiteatr. Ataynaman mashinalar to'xtash uchun maxsus joy. Ko'rinadigan manzara, view bor ekan. Qarasa temirdan bizonlarni, haykalchalarning shakllarini berib chiqqan. Bizonlar makoni. Rosa ham chiroyli, lekin maza.
Texasda mana shu state parklar, Texas shtat parklariga obuna bo'lish uchun ham yillik obunasi $70. Masalan, hozir oktyabr bo'lsa, hozir oktyabrda $70 to'lov qilasiz. Bu yil oktyabrgacha hamma shtat parklariga bepul kiraverasiz. Odatda kishi boshiga 12 yoshdan balandlarga $5 dan, $10 dan bo'ladi parklar. Shuni olib qo'yib, bizga o'xshagan ko'p parklarda yuradiganlar yaxshi tushadi. Watch for snakes. Ilonlarga ehtiyot, ilonlarga qarab yur deyapti. Demak, bu yerda ilon ko'p. O'z ma'lum-ku, cho'l. Ilon ko'pligi ma'lum. Salom bolajonlar. Balandlik ekan. Watch for snakes bit. Jarlik ba'zida qaraysizlar. Qanaqadir ma'lumotlar bu yerda mana. Aydan suyak bor ekan. Mana o'tirib tomosha qilishga. Bu yerda nima konsert beramiz shunda? O'tirib, nimadirlar bo'ladi. Gruppalar kelsa shu yerda o'tirib, bir nimalar ko'rsatadi. Oq nima bo'lsa endi o'skam endi bu. Dars o'tsa kerak-da. Mana yana qaytdik. Koridorchamiz bu bizni. Boyagi kamping joyimizga narsalarni tashiyapmiz endi. Grillcha, qozonchaga o'xshagan. Hozir ochib ko'rsatamiz. Rangi qizil. Amazondan oldik. Bu stolchamiz va manzara. Oshxonamiz bizni. Yana hozir kampingimizda o'rnatamiz. Voy. Bermadi. Qayerda qo'shlarimiz ham hiking qilib qaytib kelibdi. O'sha ovqat pishirishni ham boshlabdi, tutyapti nimadir. Men bu yerga qo'yib, tezlashtirilgan video olayotgandim, qulab tushibdi mana buni qilmasimizdan mana. Bizning bugungi uyimiz bitdi. Tagi gilamcha to'shadik, alohida olingan bu. Keyin mana uchamiz, derazamiz. Turli, mana mayda pashsha ham kirmaydi. Bu yopiladi, mana bu ham. Bu tarafdan ham deraza. Yulduzlarni ko'rish mumkin. Bu tarafda ham katta deraza mana qaraysiz. Ikki tarafda katta. Yotganingizda osmonni tomosha qilish mumkin. Yulduzlar chiroyli bo'ladi degan, xudo xolisa ko'ramiz endi. Yomg'ir yog'ishga yana bitta bunaqa yomg'ir o'tkazmaydigan materialdan to'shaydigan narsasi bor. U ham bunday pamirga yerga ulanadi, lekin uni hozir qo'ymadik biz, chunki yomg'ir yo'q havoda va osmonni tomosha qilamiz deb shunaqa ochiq. Mana mayda. Ichkarisi bu alohida sotiladi. Kampingning o'ziniki ham, lekin mana materiali bor. Hamma joyi o'ralgan. Narsa umuman kirmaydi. Mana bu eshikchasi mana. Katta zamok. Shuq. Ichkaridan ham ko'rsataman. Bu 4 kishilik. Uchalamiz mazza qilib yotamiz. Xudo xohlasa nasib bo'lsa. Mana bugungi xonachamiz kaktuslarni oldida. Tarafdan yo'l yo'q umuman. Mana manzara. Demak, uycha. Olov yoqib, mana stullarimiz qo'yib o'tiramiz. Shoshlik pishirishga, burger pishiramiz biz bugun. Menyuda burger, shoshlik emas bizda. Zavtrakka esa tuxum. O'tinchalarimiz ko'mir. Qo'shnilarni qaranglar, qo'shnilar tarafda ham ko'rsatib berasiz. Mana. Bizni mana kechki ovqatimizga burgerda jon tayyorlab, bu yerda kartoshkalar, cholka solishga, bitta pomidor, piyoz, tuz. Umidjon manzaradan tomosha qilib o'tiribdi. Bu yerda esa pishirish ishlari ketmoqda. Mana olov yoqishga
tayyor. Bu yerda mana cho'g'imiz. Menga qo'yib cho'g' qilib oldi dajonsi. Ana. Va uchamiz. Yerda qo'shnilarimiz degani ko'rinib turibdi. On the floor. Piyozdan. Tashxonni yuramiz, ha? Mitigimi? Tushib ketadi. SpongeBob SquarePants. SpongeBob SquarePants. Biz qozonchamiz. Dajon ochib ko'rsang. Grillchamiz. Tada! Bo'ldi. Yana nima qilib beraman? Yana nima qilib bering? O'zi nima bor? Jarayon. Burgerchalar, sir, piyoz bilan pomidor. Burgerimiz tayyor mana. Go'shtimizni ustida chizimiz. Qolganlari tayyor bo'lyapti. Men manzaraga qarab, endi mana shu yerda o'tirib yeymiz. Ana, kechki ovqatimiz tayyor bo'ldi. I'm just gonna get my usual. Manzarani tomosha qilamiz. Endi yana kamping yarayamizga qaytyapmiz, palatkamizga. Necha chiqdik, yetida chiqdik, qorong'i emas edi bunaqa, yorug' edi hamma joy. Уже bitta havomga borib kelganimizcha 9 minut joyga 20 minut borib kelganimiz shuncha qorong'i bo'lib ketdi. I hope it's turned off now. Bizni kampingchamiz mana joylashib oldik. Katta ichi qarangizlar mana. Ko'rpachalar bemalol turibdi. Ikki chekida ham joy bor. Bu yerga mana idishlarimizni qo'ydik. Mana. Bunaqa narsa bo'lishi yaxshi ekan, chunki oyoq kiyim bu yoqqa kechib, sal oyoqlarni tozalab, keyin kirishga kampingni ichi tozaroq turadi ancha. It's time. Okay, I'll help you. I'll do this. Ha bu juda ham yaxshi, salqingina maza. Issiq emas, sovuq emas. Aytgancha mana bunda mana muz, tuxum, piyozlar, tagida ichimliklar, narsalar turibdi. Cooler, icebox. Mana fanarchani ham oluvdik. Ding ding ding. Is it good? Yes. Mijo marshmallow pishiryapti. Marshmallow pishiradigan maxsus shunaqa nima deydi, stek olgandim. Ushlaydigan. Ana 3. Nimasi? Nimasi? Binoklar. Hozir ana fonarni o'chirib, keyin osmonga qaradik-da, shunaqa ko'p yulduzlar, lekin telefonim kamerasida hozir sizlarga videoda yaxshi ko'rinmayapti-da. Lekin voy, shunaqa yulduz ko'p. It's not even working. Telefonim spishkasini ishlatyapman. Shuning uchun mana o'zim ham bunaqa. Ovozni qaranglar. Siz marshmallow pishiryapti ota-bola ikkalasi. See? Stop turning. Yotdana tashqarida. Quyosh chiqishini qaranglar, shunaqa chiroyli. Tenta ichida rosa ham chiroyli ko'rinyapti. Taqashqir yetqizganiga. Qaranglar, bunaqa quyosh chiqishlarini uyda yotib,
xonangizni ichida ko'rmaysiz. Faqatgina mana shunaqa tog' bag'rlarida dunyoni har xil tabiatni go'zalliklarida ko'rasiz. U uchun qiziqib, erinmasdan chiqib ko'rish kerak. Wow. Chiroyli. Xudoga shukr. Kechasi rosa mana shu yerda bir nima qimirladi, rosa qimirladi. Tong sahar. Shu saharga yaqin. Qizil tog'lar battar qizil bo'lib ko'rinyapti, qarangizlar. Qizil qumlar. Ertalab mana yana uyg'onasam yuvingan ketyapmiz. Mashunda biz kamping qilib turgan joyimizdan 9 minut haydasangizlar, hammom, hamma sharoitlari bor, joy bor. Shu yerga borib yuvinib kelsak, keyin zavtrak qilamiz, qaytib kelib. Qarang, pasayib qoldi, quyosh chiqayotgan ko'rinmay qoldi. Neighborhood if we take out all the mountains off. Like, you know neighborhoods that have lots of trees. Qaranglar, bu yerda bolalarga playgroundchilik bor ekan. Mana qaranglar, biz mana shu yerda. Mana ko'rinib turibdi-ku. Mana shu yerda uxladik-da, mana manzara bilan. Quyosh mana shu tarafdan chiqdi. Qaytib keldik yana. Endi breakfastni boshlaymiz, ya'ni nonushtani. Nonushta qilamiz. Mana parking lot turibdi bu yerda. Shu odamlar biz bilan birga uxlagan uchun ham ancha ko'nglimiz xotirjam, maza uxladik-da. Rosa zo'r uxladik kechasi, chunki ozgina shamol bo'ldi, 2 marta qattiq shamol bo'ldi. Lekin undan boshqa shunaqa zo'r ovozlar, umuman boshqacha-da, umuman boshqacha. Albatta bu tajribani hayotlaringizda qilib ko'ringizlar. Kaktuslar qarangizlar. Mana bizaniki 60 qarib kirib ketamiz. Mana bu yerda ham odamlar mana. Mana. Hammaniki nomerlanganini bilaman, 62. Mashinalar turibdi. Endi tushib, nonushtalarni boshlaymiz. Choy qaynayapti. Yoqda tuxum pishyapti. How am I supposed to get on, Agent? You know you're breathing smoke, which is bad for you. Mijonga tuxum, mana ustiga sir qo'yish xohladi. Qolgan tuxumlarimiz hammasini qaynatib olyapmiz. Yeyishga tuz sepib. Mana kun ham yorishdi, lekin havo salqin, shamol bo'lyapti. Soatimiz demak 9:18. This is one tasty sandwich. Burger breakfast. Manzara ham boshqacha-da. Qimmat mehmonxonalar bu manzarani mazasini bermaydi. Hamday qizil tog'lar bilan tuxumchalar shaqar. Voy, ko'zim titrab ketdi. Qaranglar, mana biz turgan joy tarafiga o'tdim. Hozir pastga bir tushib kelmoqchimiz. Soylikka. Qaranglar, mana pastlik. Suv kelgan ekan. Suv kelar ekan bu yerdan. Yog'ingarchilik bo'lganlarida. Rosa zo'r har xil qushlar bor ekan. Kaktus juda ham ko'p. Ya, men nima edi bu? Nimadir meva bo'lmasa kerak-ku, lekin shu qaysidir o'simlikda bir gulimi, mevasimi? Qaranglar, chiroyli ekan. Sariq. Qattiq rosa uzish qiyin bo'lyapti. Nimaga bo'lsa bu endi. Kaktuslar hamma joyda kaktus. Sara. Texasning haqiqiy Texasda xullas. Mijon, tajons kelingizlar. Bir o'zim tushmay, ilon-pulonlar bo'lsa yana. Zo'r ekan bu yer. Wow, uy tusholmay ekanmiz, baland ekan. Bunday yo'l bormi deb o'yladim men. Wow. Ertalab bilmabman-da, quyosh chiqishda men bu yerga rasmga oson bo'lar ekan. Tepadan turib olaveribman faqat. Jarlikni qarangizlar.
qizilda qaranglar suvni kamerada yaxshi bilinmayapti-da. Lekin juda ham chiroyli rangi. Kejonim kamera ochroq qilib ko'rsatyapti. Yugurma. Tushib ketasan dumalab, pompa aytib. Mana nihoyat bir kecha mana shu yerda tunab, mazza qilib. Rahmat senga Yerjon. Kaktuslar atrofida anaqa palatkamizni yig'ishtirib, olovlarimizni o'chirib, yaxshilab, tozalab, hamma o'zimiz qilgan musorlarni idishga solib, mana hozir tashqarida parking lotda musor bor, shu yerga tashlaymiz. Mana toza qilib, hech kim turmaganday qilib, yana o'zimiz kelgan paytimiz qanaqa turgan bo'lsa, shunaqa qilib, eng asosiysi bir dona ham musor qoldirmasdan yer yuzini yaxshi ko'rgan yaxshi insonlar sifatida ketyapmiz, Xudoga shukr. Qo'shnilarimiz ham ketga ertalab ketuvdi ular. Soat 15 kam 11 bo'ldi. Bugun havo bulutli, chunki bugun kechga yomg'ir yog'adi. Ob-havoni tekshirib kelish kerak kamping qilishda. To'g'ri, yomg'irga ham bo'laveradi, palatkalar, lekin baribir ham yomg'irsiz havoda menimcha yaxshiroq bo'ladi. Koridorchamizdan chiqib ketyapmiz. Mazza qilib kaktusning mevasidan yeb ko'rdik. Lekin juda ham bir g'alatiroq ekan. Magazin olganimiz ham uncha yoqmadi-yu, lekin qiziqimi qanisi ko'plik. Qiziqib yeb ko'rdik. Mana qarangizlar odamlarniki. Sariq kampinglar. Ular hamma ketib bo'libdi. Ikkita mashina qapti. Mana shu kampingdagilar va biz. Mana bu yerda ham odamlar. Ha, bu yerda ham bor ekan, yerda ham kimdir. Kaktuslar qarangizlar. Uyga. Qarangizlar, yumron qaziqlar. Uyga sufraliklar. Mana bitta, ikkita. Really? İşte bitta. Qarangizlar, hojatxonaning eshikni har doim yopiq qoldir. Ilonlar kirib ketmasin deb yozib qo'yibdi. Havo bulutli yana. Qarangizlar, RV deyiladi, ha? Maza qilolmaydi ular. Ular zato ichida hojatxonalari, rushlari bo'ladi-da. Bunaqa qilib turadigan nima ham bor. Kamping ham. Boshqacha turi mashinada o'zlari bilan olib yuradi. Rentga ham beriladi bular, ijaraga ham beriladi. Ba'zilarniki o'zi bo'ladi. Mana beliklarni ham olgan. Haqiqiy tabiatni sevuvchi odamlar. Bu yerda ham mana kamping qilish uchun maxsus joylar. Buni qarangizlar. Shunchalar ham tabiatni sevadi, ham hamma narsasini ro'zg'i qilib olgan. Uchasini, o'tirgichlarini, endi hamma kun yotadigan kachelyasini. Shunaqa chiroyli turibdi, Barbie house deb, Barbie camping. Qarangizlar, 250 million yil oldingi manzara. Dahshatmi? Ma'lumotlar yozib qo'yibdi, mana hozir o'qiymiz buni. Qoyil. Yerga odamlar tomosha qiladigan qilib. Qani o'qib qo'ygan. Soya. Hozir bulut qoplagan uchun mazza biz yuribmiz, futbolkadamiz, issiq. Lekin anaqada quyoshsiz mazza yuraverasiz shapkasiz ham. Boshqa vaqt zilmam yozlarda ayniqsa issiq bo'ladi-da, bu yer cho'l-ku, bir qum. Issiq bilan odamlar tomosha qilib o'tirish uchun mana qip-qizil. Mana bu yerga qarangizlar. Idishlarga suv quyib qo'yibdi. Har joylarga. Bizonlar ko'p-ku. Bizonlar kelib suv ichadi. Bu State Parkda, shtat. Ha? Mana bu balandlikda. Shu balandlikda o tarafida biz uxladik bugun kechqurun. Juda ham xursandmiz. Birinchi kampingimiz rosa ham zo'r bo'ldi va nima deydi? Atrofimizda odamlar, hayvonchalar, shunaqa chiroyli manzara. Xudoga shukr, yetkazganiga shukr. Chiqma, men joy yaxshi emas unaqa qilish. Gulchalar ham bor ekan, ko'p.
Biz mana bunichi putroq derdik. Ana shu putroqdan ham bor ekan. Birinchi marta Amerikada ko'rishim. Shunday kiyimlarga ishtonlarga yopishib qoladi. Qishloqqa borganda ko'rardik-da. Nima qilardingizlar? Yasarmidingiz dumaloq narsa? Endi videoda unday ishlaringizni aytmang-da jonsa. Paxtaga borganda deyapti. Bularni mana terib olsa yashil bor-ku. Tikonlarni terib dumaloq qilsa bo'ladi-da. Keyin loy, paxta o'rab, suv solib, uni og'ir qilib, tergan paxtalarni ichiga soladi. Odamlar keyin taroziga tortganda og'ir tushadi. Yaxshi emas bu, lekin bafir yoshlikda bunaqa ishlarni qilib ko'rgan odamlar. Qarangizlar, mana bu to'xtab yo'lda ketayotgandik mana. Pichani xo'jayinim ko'rsating dedi-da. Mana suv idish qo'yib qo'yibdi. Yerdan suv o'tkazgan, mana kran kelgan. Ochib to'ldirib qo'yadi, o'sha bizonlar o'tadi-ku. Sug'orishga ularni qanday zo'r hayvonot dunyosini saqlashga. Mana. Qoyil lekin. Oldin nechidir yillar oldin bu yerda suv o'tgan ekan-a? Shuna deysizmi? Suv bugun. 10 million. Ha? 210 million. 250 deb. 250 paydo bo'lgan 210 million yil oldin. 210 million yil oldin. Yo'q, men biladi. Yuvib ketgan suv o'tgan ekan. Shell bor bunaqa. Nima deydi shellda? Chig'anoq. Chig'anoqlar topsa bo'lagan fosillar bor ekan. Olib ketgan o'sha. Kecha umidjon topdi bitta lekin qaydan? Chig'anoqlar, katta chig'anoqlar ham topsa bo'lar ekan. Mana bular orasida bo'lsa kerak-da. Mana qarangizda, park chiqishroq joyda bunaqa ko'l bor ekan. Bu yerda fishing qilsa ham bo'lar ekan, ya'ni baliq ovlasa bo'lar ekan, cho'milsa ham bo'lar ekan, bemalol. Shunaqani. Parkda, katta parkda hamma ko'p mashg'ulotlar bor ekan. Camping, hiking, velosiped haydash, cho'milish, baliq ovlash, bizonlarni ko'rish, har xil hayvonchalar ko'rish, qushlar ko'rish. Mazza xullas tabiat. Tekin. Ana bizonlar. Ana Umid qara. Right there. Hozir mashina kelyapti. Yeah. Kapalakni qarangizlar chiroyligini. Voy. Qarasam chiroyli. Tamam, bu yerda mana to'xtadik biz bizon tomosha qilishga. Ko'pligini qarangizlar bular. Wow. Bittasi yerda dumalab yotibdi. Qarang dadasi. Turdi shekilli endi. Bizonlar mamlakati, bizonlar parkida bu yer. Qancha 20 metr uzoqlikda turadigan, biz ancha uzoqlikda turibmiz. Endi oldiga borishga yurak betlamayapti. To'g'ri? Qarangizlar, men bu yerda aytayapman. O'zingni qanaqangi joyingni bil. Ozgina orada masofa ber deyapti. Chunki bular shoxlab tashayganda, anaqada TikTokda kelishdan oldin TikTokda har xil videolar izlab ko'rdim. Keyin ayol shu ko'pgina bizonlarni podasi turgan, indamaydi deb sal oldinroqdan o'tib ketgan bo'lgan, quvib ketganda bitta bizon yiqilib tushgan. Shu oxirgacha video olgan shuni o'zi. Shunday yerga yiqilib niqchyapti ham qo'lda video olib ketyapti-da. Shuning uchun uzoqroq yurish kerak ekan bularda. Biz esa suvenir olgani keldik, endi ketish oldi. Esdalikka. Qarangizlar, suvenirlarda nimalar bor? Ha, kecha bir kirishda ko'rsadim. Bilmayman, uni oldimmi yo'qmi. Futbolkalar, kiyimlar, har xil xullas, hudi-pudilar. 15 dollardan ekan mana bu taraf. Cho'p, hiking cho'pda, siz qarang. Qancha ekan bular? Narxi yozilmagan. Hiking qilishda yosh u qari mana shunaqa cho'plardan foydalaniladi. Yurishingizga baribir, masalan, balandroq joylarga qilishda bu tayanch vazifasini bajaradi-da. Zo'r ekan-a? Lekin yo'qotib qo'yish oson ekan-da. Tushib qolib, yo'qolib qolsa. Mana bu qaranglar, yumroq qoziq. Ha-da, ko'rgan joylarim. Qarangizlar, bu yerda bor hayvonlardan mana yumroq qoziq, dahshatli o'rgimchak, yaxshi ham ko'rmadik. Rakun, juda ham rakun ko'p ovqatlarni yeb ketadi degan. Mana bizon. Bu to'ng'iz-ku, ha? To'ng'iz ham bor ekan, mana to'ng'iz, mana bizon. Mana bizon. Mana, oyda.
To'ng'iz jon. To'ng'iz ham bormi ekan? Keyin ko'rshapalak ham ko'p degan odamlar rasmini ham ko'rganmiz, lekin ko'rmadik. Yaxshi ham ko'rmadik. Ko'rshapdan qo'rqaman. Hozirgina men bu kapalakni ko'rdim. Qushlar har xil va olmaxonchalar albatta. Tarantula. Tosh qarang dadasi. Vau! Juda chiroyli bu. Haqiqiy toshlar o'yib. Bunaqasi-chi? Почти printed. Chiqib ekan. Bu davay. Shu xalzinik yopishadi. Zo'r ekan. Suvenirchalarimiz oldik. Umidjon o'ziga bitta. Tajon akalarimiz ikkita oldik. Xalzinik yopishtirishga. Hozir ko'rsataman sizlarga. Mashinaga o'tirib olib. Umidjon mana bunaqa o'yinchoqcha oldi. Umid ko'rsat, yoyog'ingni. Okay. Mana bunaqa narsa ekan, ipi bor ekan, bunday otilsa sakrab o'ynar ekan. Taxtali. $5 ekan. Bu ham qarangizlar, magnit. Mana orqasi bunaqa qog'oz emas, magnit yopishadi to'liq. Capro Canyon State Park. Bu bizni birinchi kampingimiz bo'lgani uchun Capro Canyon State Parkda birinchi mana shunaqa tentda, ya'ni palatkada uxlab qolganimiz uchun aynan mana shu stikerda jon tanladi. Va mana bu bizonda shakli chiqqan. Bu ham magnitli orqasi, xalzinik yopishtirishga. Ana ikkalasini. Har xil rangi bor ekan, bizga mana shunisi yoqdi. Texas xaritasi shakli mana yerda, yulduzlar. Esdalik. Qarangizlar, mana shuni State Parkdan chiqdik. Chiqqandan mana bu Kitekmi? Shunaqa shaharchada, Kitekue degan shaharchada bizon kafe bor. Bizonlarning go'shtidan pishiradigan menimcha ovqat bo'lsa kerak-da. Ana. Shunaqa gaplar. Biz uyga qaytyapmiz va oldinda bizni 4 soat 43 minut kutib turibdi. Videoni tomosha qilganingiz uchun rahmat. Yo'lda biror nima chiqib qolsa lekin yana videoga olaveraman men to'da borada. Xayr. Ha, hamma joyda mana shaharchani, hamma joyda shu bizonlarning shakli, rasmlari. Ha. Taxta dalasiga tushdik, qarangizlar. Shunaqa zo'r ochilgan. Bu yerda endi odamlar emas, mana bu yerda mana texnika terishga shay bo'lib turibdi, chunki уже ochilib terishga tayyor bo'lib turibdi bular ham mana. Qanday zo'r. Mazza. Shunaqa chiroyli, oppoqqina.